Voy. BMW X6 Poly Competition butikit qilingan. Shuni o'ziga bilasiz, palon pul sarflangan. Sideniyada masajlarigacha bor. Такой бордовый салонli sideniya, matviy, broneplyonka qilingan. И o'zi glansviy. Narda mana shunaqa broneplyonkalar, vinillar hammasi bor. Nardan qildirsangiz, polyuretanidan ancha yil xizmatingizni qiladi. Taka diskasi ham ko'roz katta, boshqachasi, xullas qimmati qo'yilgan. 2019-yil mashina X6 40i. Mashina kraskasi toza deyilyapti. Bitta like bosib qo'ying, jigar, izdan chiqib qolyapti, lekin polni M paket ekan. Haqiqiy karbon ekan, ko'ryapsizmi? Obshivka, konsul, torpedkalar, polni panorama и потолок Alcantara. Bowers Wilkin qimmat audio sistema. Pnevma podveskalargacha bor. Qani davudchiga bormi yo'qmi? Buni ham bitta ko'rib o'ramiz. Hoppa. Da, to'rttala eshik, izoskasi ham bor ekan, jigar. Maksimum yaqinlarga tarqatib qo'ying-da. Pulingiz bo'lsa, manimcha bosib yuboradigan narx. 2009-yil 76 mingga berib yuborilyapti. Shikalat narxi, probegi 104 ming bo'pti.